Assalomu alaykum hammaga. Hozir bir mijozimdan uylari keldik. Hozir oynani ko'rsataman. Mana shu joyda eski jalyuzi bor. Buni olib tashlab, yengga qo'yamiz. Bunisini olib tashladik. Bunisini hozir olib tashlayman. O'rniga hozir jalyuzining yengisini qo'yaman. Xudo xolisa ko'rasizlar. Men bu xonaga qo'yib qo'ydim. Prosta eski mana jalyuzilar olgandan keyin to'saq shoshimchiroq bo'lib bir o'zim keldim. Shogird yo'q edi. Mana shu xonaga qo'yib qo'ydik. O'zim kelganim uchun shunaqa qilib qoldi. Xudo xolisa mana shu ochilish ishlariga gap yo'q. Hozir uni ham olamiz. Endi bu joyga ko'rsataman. Mana shu ikkita oynaga qo'yib berdik. Turishigini ichi ko'rili yaxshimi? Bu oynaga qo'ydik. Bu oyna. Hozir bu oynaga qo'ydik. Mana bu oynaga qo'ydik. Shuni turibdi. Mana. Nechi? Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, qolam beshdilar. Ikkita bolam shunday chiroyli qilib berdi. Rahmat. Rahmat, rozi bo'ling. Qo'lingizni dori tuzatmasin. Siz ham rozi bo'ling bolam. Rozimiz. Xudo xolamga xudo xolisi yoqda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ko'rasizlar. Hammaga salom va xayr.